Bugun mana Xudo xolasa Tovuqchilar Rus kanalining qora shahzodalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Tomosha uchun. Hech qanaqa sotilmaydi, просто tomosha uchun. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda turli tovuqlarimiz, bu yoqda jo'ja tovuqlarimiz. Mana jo'ja tovuqlar, jo'ja xorozlar endi tuxumga kirishni boshlagan tovuq xorozlarni ko'rsatib o'tib ketyapmiz sizlarga. Shularni qish faslida qo'yganimizda halim yeyotganini qo'ygan edik. Instagramga ko'pchilik qora shahzoda xor bo'pti, u bo'pti, bu bo'pti deyishdi. Mana hech qanaqa xor bo'lmagan tovuqlar. Prosta 100-150 ta qora shahzodan boqishi o'zi bo'lmadi. Yem bilan boqilsa yaxshigina pul bo'lardi. Shuning uchun pamoy berib turdik vaqtinchalik qish fasli uchun. Hozir hammasi joyida. Sekin-sekin tuxumga kirishni ham boshlagan tovuqlarimiz. Bitta tuxum qo'yib qo'yibdi. Qora shahzoda, jo'ja tovuqlari xudo xolasa, bular hech qanaqa turli emas. Endigina tuxum qo'yishni boshlayotgan tovuqlar. Mana qora shahzodan tozasi mana. Ko'pchilik aytayapti, hamma yog'i qora bo'ladi. Hamma yog'i qop-qora bo'ladi, tuxumi ham qora bo'ladi. Yo'q, u boshqa zot. Qora tuxum qo'yadigan tovuq bizga hali kelmagan. Internetda rasmlari, ma'lumotlari bor, lekin hali kelmagan. Bizda yashil tuxum qo'yadigani bor, uxiyli va yansimani. U zotdan bizda yo'q, so'ramanglar. Hamma yoq qora bo'ladigan zot yo'q bizda. Ular iqlimga tushishi qiyin. Xitoyni parodasi. Bular shu o'zimizda chiqqan tovuqlar. O'sha zot bu. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Yo'qda faqat qora shahzoda tovuqlarimiz. Xudo xolasa Jersey Avstralop tovuqlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yaqin kunlarda kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar.